Dasturimizda mahalliy xabarlar bilan davom etamiz. Jinoyat ishlari bo'yicha Beshariq tuman sudida 55 yashar kishining umriga zomin bo'lgan yosh haydovchiga nisbatan sud ishi ko'rib chiqildi. Gap shundaki, u tunda birovning avtomobilini boshqarib ketayotganda velosipedda o'zi bilan bir yo'nalishda ketayotgan odamni urib yuboradi. Sudlanuvchi jabrlanuvchini shifoxonaga olib borish o'rniga chekka joyga olib borib ko'mib ketadi. Sudda uning bu qilmishiga yarasha jazo tayinlandi. Muxbirimiz Islom Nishonov jinoyat tafsilotlari va sud jarayoni haqida so'z yuritadi. Sudlanuvchi 2024-yil 21 noyabr kuni yonida hamrohi bilan o'zganing nomidagi Nexia 2 rusumli transport vositasini boshqarib ketayotib, Kulolobod mahalla fuqarolar yig'ini hududiga yetganda Damas avtomashinasini quvib o'tmoqchi bo'ladi. Yo'lning ikkinchi bo'lagiga o'tganda ro'paradan yuk mashinasi kelayotganligini ko'rib, o'zining yo'nalishiga qaytadi. Damas avtomashinasini o'ng tomondan quvib o'tayotib, yo'l chetida o'zi bilan bir yo'nalishda ketayotgan velosipedchini urib yuboradi. Natijada 55 yoshli velosiped boshqaruvchisi tan jarohati olib, voqea joyida vafot etadi. Sudlanuvchi va uning hamrohi jabrlanuvchini shifoxonaga olib borish o'rniga uni tumanning bir chetidagi dalaga olib borib, mashinadan ariqchaga tushirib, ustiga qo'llari bilan tuproq va kesaklardan uyib, ko'mib kelishadi. Jinoyat issiq izidan fosh etilib, tergov harakatlari olib borilgach, ish sudga yuboriladi. Sudda barcha taraflar tinglandi, ko'rsatmalar, to'plangan hujjat va dalillar atroflicha o'rganildi. Sudlanuvchi shok holatida shunday qilganini aytib, suddan yengillik so'ragan bo'lsa, jabrlanuvchining qonuniy vakili, ya'ni o'g'li, otasi o'sha kuni shifoxonaga olib borilganda balki tirik qolishi mumkinligini aytib, sudlanuvchiga og'ir jazo berilishini so'radi. Prokuror sudlanuvchiga Jinoyat kodeksining tegishli moddasini qo'llab, o'talmay qolgan jazo muddatini qo'shish yo'li bilan 7 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlashni so'ragan bo'lsa, advokat jazoni yengillashtiruvchi holatlar mavjudligini aytib, ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq bo'lmagan jazo munosibligini aytdi. Muzokaralardan so'ng sud hukmni e'lon qildi. Jinoyat kodeksining 266-modda 2-qismi bilan 3 yil muddatga barcha turdagi transport vositalarini boshqarish huquqidan mahrum qilib, 5 yil 6 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Jinoyat kodeksi 60-61-moddasiga asosan tayinlangan jazolarni qisman qo'shib, uzil-kesil o'tash uchun 6 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Jinoyat qasddan emas, ehtiyotsizlik oqibatida sodir etilganligi ta'kidlanib, hukmdan norozi tomonlar shu sud orqali viloyat sudiga shikoyat kiritishlari mumkinligi aytib o'tildi.